Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Erkanul miras. Mirasninki rukuni asosiy qaysi desam, mirasning masalaları ya'ni el-muvarris, miras qoldiruvchi kishi. Ya'ni miyit. El-varis, miras oluvchi. El-mawrus, miras qoldirilgan mol-mulkdan iborat. Ya'ni shu 3 narsaga qaraymiz miras olishda, miras ilmida. Onunki bab asbabul miras, miras ilishninki sabablari. Yani bir kishi yana bir kishidan qaysi sabablar bilan miras ola oladi? Birinchidan qaroba sababli miras ola oladi. Yani urug' tuqqandoshlik, nasab munosabati bilan ola oladi. Shunga miras ilmini o'rgangan yoki miras taqsim qilgan kishi miras ayirib bermoqchi bo'lgan kishi bilan miyitni o'tirsida qanday munosabat bor? Ularningki tuqqandoshlik munosabati qanday munosabat? Bunga qaraymiz. Bu nasabda 3 narsa qaraymiz. Usul, furu, havashi. Usul deganimiz meyitniki dadasi, onasi va dadasi, onasi deganda bular usul deb ataladi. Furu deganimiz meyitniki farzandlari, o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin va farzandlari degandek. Havashi deganimiz meyitniki qarindoshlarining bolalari va tog'ilarining bolalari, hammachilarning bolalari degan bular havashi bo'ladi. Mushu sababdan nasab munosabatini miras ola oladi va nikoh aqdisi, sahih nikoh aqdisi bilan miras ola oladi. Ya'ni nikoh o'qigandan keyin sahih bo'lsa, ya'ni ayol kishiningki qiz bolaning valisi bo'lish kerak. İki adil guvohchi bo'lish kerak. Er va o'g'il taraf majburlanmagan bo'lish kerak. Mehr haqqi bekitilgan degandek shartlar bilan shu sahih nikohning shartlari bilan er ayol bo'lgandan keyinla u ikkisi mayli bir kirgan bo'lsin, kirmagan bo'lsin, o'lib ketsa bir-biridan miras ola oladi. Shundaqla ajrashib ketgan bo'lsa-mu, ayol kishi iddat ichida barliq mazhablarning ijmosi bilan yo'lishdan miras ola oladi. Erkak ayol tuqqan emas, faqat shu nikoh sababdan bir-biridan miras ola oladi. Bir uy kirmagan taqdirda. Lekin vala sababdan miras ola oladi. Sen bir kishining quli bor, qullikdan ozod qildi. Va u qul keyin o'lib ketdi. U qulningki boshqa mirasxo'rlar yo'q, farzand yo'q, yo'q. Bu chog'da uningki mol-mulkini shu qullikdan ozod qilgan xo'jayini ola oladi. Chunki xo'jayini uni qullikdan ozod qilib, erkinlikka erishtirgan shunday bir ish bo'lganligi uchun miras ola oladi.